Sizni boshqalarga jirkanchli odam qilib ko'rsatadigan 3 ta narsa. Agar siz bularni o'zingizda sezgan bo'lsangiz, unda to'g'rilashni boshlashingiz kerak. Bo'lmasa, umringizning oxirigacha mana shunaqa odam bo'lib qolib ketasiz. Birinchisi bu manmanlik, manman bo'lish, burni osmonda bo'lish, odamlarni pisand qilmaslik. Biron bir o'sha kafe, restoranlarga borganda u yoqdagi personal, ofitsiant, oshpaz yo haligi уборщицаlarga juda ham yomon munosabatda bo'lish, voy ishi-ku unday bo'lsin, qo'pol munosabatda bo'lish. Bu narsa sizga nima qilib bilinmasligi mumkin, lekin atrofdagilarga sizni juda ham past odam qilib ko'rsatadi. Hatto biz odamlarga tushuntiramiz, farqi yo'q. Umuman qiziq bo'lish kerak emas sizga atrofdagilar siz haqingizda qanaqa fikrda bo'lishi deb. Lekin bu narsalar sizni rostdan ham boshqalarning oldida obro'yingizni to'kadi. Ikkinchisi bu provokator odam bo'lish. Provokator odam bo'lish, ya'ni tushunish kerakki, bunaqa odamlar asosan hissiyotlarga berilib, emotsiyalarga berilib, ozgina jahl holatida odamlarga aqllilik qilishni boshlashadi. Nimaga bu narsa to'g'ri, nimaga bu narsa noto'g'ri? Mana siz ham hozir endi ozgina mana shu provokatorlikni ko'ryapsiz. Bu mana shunaqa ko'rinadi. Bu narsani minus tomoni bor, vaqt o'tib odamlar haligi sizdan ham jahldor odamlar chiqqanda siz birdan mana bunaqa holatdan mana bunaqa holatga o'tib qolishingiz mumkin. Odamlar keyin o'ylashi mumkinda, buni nimasi bitta gap ekan-ku, shuncha karillaydi, mana shunaqa qilib o'tkazib qo'ysa bo'lar ekan, nimasiga bunaqa qilib katta ketadi deb turib gapirishlari mumkin. Uchinchisi bu juda ham ko'p gap talashishni xohlash, odamlarni o'sha tilidan ushlash. Sen o'shanda shunaqa deganding, mana esimda bor, keyin bunaqa. Bu kerak emas sizga. Bular bo'lmasa mayda-chuda narsalardan ham o'sha odamlardan nima deydi, kir qidirishga harakat qilish, ularning nimasini betiga solish, kamchiliklarini, aybini va albatta o'zi ichidan xohlash odamlar bilan gap talashishni, janjallashni xohlash. Bu narsa ham albatta sizni atrofdagilarga jirkanch odam qilib ko'rsatadi.